Biladi boku. Ushlab turasiz tovosi. Ya Allah. Şu og'ir bu narsalar. Şu og'ir deyman narsalar. Ya Allah. Olib keling uzun diye. Qo'y. Opajon keling bu yoqqa. Kel ona qizim kelinglar bachcha. Yangajon, ana shuni nima qilib turaman, urushmay, ha? Kelinglar bachcham, keyk ularni. Ya'mlajon, avvalambor kirib kelayotgan yangi yil bayramlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Biza Vaqf fondi xayriya jamoatidan shu qavmiylarimiz tarafdan shu yig'ilgan sovg'a salonlarimiz bordi. Mana shularni omonatlarda olib kelib nima qilib beramiz. Shularni haqqiga mana shu qavmiylarim mana shu bizga ishonib turib mana baraka topsa ilohim hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Ming kunda ilohim mana shu ishonib turib bizga berib tushunsalardi, haqiqiy egalariga aka shu omonatli egalariga yetsin deyapti. Qo'limizdan kelgancha omonatlarni o'z egalariga topshiramiz imkon qadar. Chunki bizga ham Alloh taologa javob berishimiz bu. Yalnız ba'zi bir endi domkomlarimiz bor, endi haqsizlarga olib boribdi-da bizda. Salgina vijdoni yo'q, noinsof desa ham bo'ladi. Avvalambor uzr aytaman. Keraksiz boqimandalik olib boribdi. Mana bu yerga haqiqiy miskillar qolib ketyapti aka. Bo'ynankilar qolib ketyapti. Qaydagi qonni to'qilarga, nimalarga o'zini tanish bilishiga olib boribdi. Bu yerda xudodolik qanday javob beradi bular? Kecha ham 5 ta 6 ta shunaqasiga olib boribdi. Oxiri gapirganimdan keyin haqiqiy egalariga olib kelyapti. Yo, men nolimayman opa. Prosta haqiqiy nimalarni muhtojlar qolib ketyapti-yu, keraksiz odamlarga bizga ro'yxat qilib beryapti-da. Men shuni achchig'im chiqadi. Shuning uchun mana o'zimiz o'qitira mana baraka topsin mana bu odamni nima qilib kelyapti. Alloh umrini uzoq qilsin, rizqini farovon qilsin shularni. Ha. Ajrada haqqiga bitta duo qilasiz opajon. Bitta shularni haqqiga bitta duo qilib qo'ysangiz, ya bo'lib turadi, o'qing. Bitta duo qiling qani. Xudolarga ming bersin. Amin. Martabalarimiz baland bo'lsin. Ilohim amin. Suylarsin. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Amin. Martabalarimiz ziyoda bo'lsin. Allohu amin. Allohu akbar. Baraka. Bakirli bachcha. Bitta rasmga